20 iyul kuni kechda Amerika poytaxti Washingtonda Uyg'ur kishilik huquq qurilishining bosh sohibxonligida Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuriy Turkalga bag'ishlangan sharaf kechaligi faoliyati o'tkazildi. Murosimga sharaf mehmonlari sifatida Amerika Davlat Majlisi Avom palatasining sobiq raisi, mashhur siyosiy arbob Nansi Pelosi xonim, sobiq Davlat Majlisi a'zosi Frank Wolf va boshqa Amerika hukumati, Davlat Majlisi ham siyosiy tashkilotlarning ko'plagan vakillari ishtirok qildi. Shu jumladan yana Kanada parlamentining Samir Zubari boshliq bir qancha nafar a'zosi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisi Dolqun Isa, Hong Kong demokratlari vakillari hamda Washington atrofidagi Uyg'ur jamoat vakillari qatnashdi. Xitoy prezidenti Xi Jinping Xitoy kompartiyasidagi har darajalik organlarni armiyaga bo'lgan kontrollikni kuchaytirib, uni qattiq intizom bilan qo'g'dashga chaqirdi. Xi Jinping Xitoy Xalq ozodlik armiyasi qurilganligining 100 yilligi bo'lgan 2027-yilgacha armiyasini dunyodagi oldingi qatordagi qurolli kuchlarning biriga aylantirishni maqsad qilganligini aytdi. Xitoy ekologiya va muhit ministerligi Xitoy bilan Amerikaning Beijingdagi klimat o'zgarish masalasida dialog olib berayotganligini e'lon qildi. Ministerlikning bayonotiga qaraganda, Xitoyning klimat o'zgarish masalasidagi alohida vakili Shi Jinhua va Amerika klimat vakili Jon Kerri Beijingda ko'rishgan bo'lib, Indoneziyaning Bali orolida ikki davlat rahbarlari hosil qilgan kelishimning ijro qilinishi, shundaqla klimat o'zgarishini birlikda hal qilish to'g'risida fikr almashtirgan. Tayvan Davlat Mudofaa Ministerligi Xitoyning Tayvan atrofiga 32 harbiy aeroplan va 14 dengiz armiya paraxoti avatganligini xabar qildi. Ministerlik axborot kuzatish va razvedka sistemasi orqali harbiy aeroplan va paraxotlarning faoliyatini nazorat qiladiganligini hamda o'zlarining mudofaa va chorlash sistemasini qo'zg'atganligini bildirdi. Amerika Kengash palatasi Davlat mudofaa huquqi qonuniga tuzatish kirgizib, strategik neft zapasining Xitoyga sotilishini cheklash haqidagi qonun loyihasi ma'qulladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika Kengash palatasi 20-iyul yillik qonun loyihasiga zo'r darajada o'zgartirish kirgizgan bo'lib, agar bu qonun tasdiqlanib qolsa, strategik neft zapasining Xitoyga eksport qilinishi cheklanadigan. Xitoyning sharqidagi Jiangsu o'lkasining Wuxi shahridagi yuqori sur'atli poyezd stansiyasiga qattiq yomg'ir sababidan kelkun besib ketdi. Jiangsu Wuxi meteorologiya rasadxonasi oldingi kuni qattiq yomg'ir va bo'rondan ogohlantirish berish bilan bir vaqtda ogohlantirish darajasini qizil rangga ko'targan.